Qaysi holatlarda ayollar zudlik bilan ginekologga borishi kerak? Qaysi holatlarda? Zudlik bilan qon ketganda, qorin pastki sohasida kuchli og'riq bo'lganda yoki hayz sikli to'xtab qolganda yokida 1 yildan agar oshgan bo'lsa, homilador bo'la olmayotgan bo'lsa, albatta ginekolog zudlik bilan kelishi kerak. Shunaqa agar sizlarda muammo, shikoyatingiz bo'lsa, albatta zudlik bilan ginekologga kelishingiz kerak sizlar. Yaxshi bo'larkanman deb uyda o'tirish keragi yo'q. Chunki bu narsa biz asoratidan qo'rqamiz. Asoratini davolash juda ham qiyin hozirgi kunda. Har qanday kasallikni oldini olgan yaxshi. Vaqtida sizlar murojaat qilsanglar, balki sizda boshqa narsa chiqishi mumkin. Tushunasizmi? Boshqa kasalliklar chiqishi mumkin. Sizlarga hozir bitta misol qilib aytishim mumkinman. Mani patsiyentim rus ayol, yoshlari 35 yosh, faqat menga ko'rikka ginekologический kelardilar. Mazok topshirardilar, infeksiyaga, o'sha narsaga davolanib yurardilar. 1 yil bo'ldi ko'rinmaganlariga menga birdaniga kechki smenamga kuchli og'riq bilan, qorin sohasida og'riq bilan kelyaptilar. Bel sohasi, qo'l sohasiga tiqiluvchi. Keyin tezlikda men diklofenak ukol qilib, og'riq qoldiruvchi ularni tezlikda UZIga olib bordimda, bachadonlarini ko'ryapmiz, juda ham chiroyli. Tuxumdonlari joyida, hammasi yaxshi. Yana chuqurroq tekshirtiribmiz. Appendisit taraf appendisit emasmikan, icheklari emasmikan desak, tuxumdonni sal teparog'ida o'sha o'ng tarafida bitta hosila aniqlandik. O'simta. Shakli qilganimizda o'sha neravnomerniy dumaloq emas, tartibsiz, anaxogenniy bo'lib turibdi. Juda ham boshqacha kistaga ham o'xshamagan qanaqadir o'simta aniqlandi. Lekin u xavfliga tortib. Lekin bu hali 100% diagnoz qo'ymadik. Ularni MRTga jo'natdim. MRT tez bezochert qilib, prizmalar qilib, tayyorlab, MRTga kichik chanoqlarini o'sha MRT qilindiki, o'sha orqa chiqaruv o'shanaqa ichagida, to'g'ri ichagida hozir yo'g'on ichak bilan birgalikda o'sha yerda o'simta aniqlandi. Xavfli o'simta aniqlandi. Albatta achinarli bo'ldi. Misol uchun o'zlari ham kutmagan, men ham kutmagan edim. Lekin biz to'g'ri tashxis qo'yib, uni to'g'ri yo'naltirib, vaqtida aniqladik va men uni onkologiya bo'limiga, onkologiya konsultatsiyaga jo'natdim. Va o'sha Chile bo'yicha shug'ullangan onkologlar bir qancha biopsiyalar olishdi. O'sha xavfli, xavfsiz emasligini aniqlashtirib va kerakli davolarni boshlashdi va kelib rahmat aytib ketdilar. Agar biz mana shu hozir og'riqni boshqa narsaga e'tibor qilib, misol uchun bitta bachadonni ko'rib, ularni ketkizib yuborsak, biz ko'p narsani o'tkazib yuborgan bo'lardim deb men ham o'ylanib qoldim. Shuning uchun men har bir bemorga individual tekshiramiz. Albatta o'zi diagnostika qilib, yog'ini ham tekshirtirib bering, buyog'ini ham ko'raylik, keling deb o'zicha bilan birgalikda ko'ramiz. Qatingiz yana og'riyapti, nimangiz og'riyapti, buyragini kerak bo'lsa, jigarini, o't qoplarini ko'ramiz. Tushunasizmi? Qorin bo'shliqlari. Chunki qattiq og'riq bo'lyapti, agar bachadonda hamma narsa yaxshi bo'lsa. Eng birinchi o'rinda diagnostikani to'g'ri qilib, diagnostikani topsak, shu yo'naltiradigan vrachimiz ham to'g'ri bo'ladi, tashxisimiz ham to'g'ri bo'ladi va bu bemorga biz birinchi yordam ko'rsata olamiz. Mana shunaqa holatlar bo'ldi, bularni yubordik. Hozir ahvollari yaxshi, lecheniyalar olyaptilar. Shuning uchun agar sizda kuchli og'riq bo'lyaptimi, albatta ko'rikka kelishingiz kerak sizlar, to'g'ri tashxis qo'yish uchun. Yana sizlarga misollar, misol uchun bir ayol keldi oldimga, kuchli og'rig'i bilan keldilar. Menda tuxumdan kistasi bo'lsa kerak, yorilib ketyapti, kuchayib kelyaptilar. Nimaga sizda tuxumdan kistasi? To'xtang, hozir og'rig'ingizni aniqlashtiraylik. Qaysi tarafingizdan desam, bel taraflarini ko'rsatyaptilar. Bellariga urib ko'rdim, dodlab yordilar og'rig'idan. Keyin yo'q, sizda matkangizda emas shekilli muammo, buyragingizda bo'lyapti, tosh ko'chyapti dedim, ishonmadilar. Yuring, men bu taxminiy o'zimga tashxis qo'ydim. Zudlik bilan biz UZIga kirdik, albatta UZIda ko'rdik. O'sha buyraklarida kengayish bor va o'sha siydik yo'lida topib, albatta mutaxassis UZIchi ham yaxshi bo'lishi kerak. Keyin ko'rib toshlarini topdik, siydik yo'lida bekilib qolgan ekan, MSKTga yuborildi va urologiya bo'limiga yubordik va buni toshni operatsiya qilib olib tashaldi. Tushunasizlarmi? Har xil sabablar bilan kelib, boshqa sabablar, boshqa kasalliklarni topib, to'g'ri yo'naltirib, bunday kasalliklarni oldini olib, bemorga yordam berib kelmoqdamiz. Shuning uchun birinchi o'rinda kuchli og'riq bo'ldimi, albatta
mutaxassisga borib sizga to'g'ri tashxis qo'yilishi kerak. Har qanday og'riqni bee'tibor qoldirmanglar, aziz ayollar. Albatta vaqtida ko'rikka va ginekolog ko'rigiga esingizdan chiqmasin. Oxirida xulosa qilib aytganda, sizda og'riq bormi, og'riq yo'qmi, bezovta qilyaptimi, qilmayaptimi, ginekologik muammolaringiz bo'lmasa ham albatta ginekolog ko'rigiga 6 oyda kelib, mazok topshiringlar, pap mazok topshiringlar va UZI qilishimiz kerak. Va bu profilaktika o'zingiz uchun onkologik kasallikni oldini olgan bo'lamiz, infeksiyalarni oldini olgan bo'lamiz, tuxumdan kistasi, miomalarni, bachadonchi poliplarni oldini olgan bo'lamiz. Shuning uchun har 6 oyda ginekolog ko'rigiga kelib turinglar.